Rossiya va Ukraina urushi. Hammamiz bilamiz, Rossiya hozirgi kunda Ukrainani muallam 45% yerlarini bosim bilan bosib oldi. Bunga qaramay Vladimir Zelenskiy, ya'ni Ukraina prezidenti anchagina qarshilik qildi Amerikaning avvalgi prezidenti, ya'ni Joe Biden yordamida. Ukrainaga Joe Biden juda ko'p yordam qo'lini cho'zdi. Hozirgi kunda esa hozirgi prezident, ya'ni Amerikaning prezidenti Donald Trump vaqtinchalik yordam qo'lini cho'zishni to'xtatib qo'ydi. Bunga qaramay Vladimir Zelenskiy esa ko'pgina davlatlar bilan shartnoma qilib yordam so'radi va bunga javoban Ozarbayjon va Turkiya yordam qo'lini cho'zishini aytdi. Biz THKLON jamoamiz bilan Rossiyani ma'lumot bazalariga birin-ketin hujum uyushtirishimiz natijasida shuni bildikki, 16 fevral kuni 16 ming askar Shimoliy Koreyadan kelib Rossiya askarlariga qo'shilgan qurol-yarog'lari bilan. Bu qatorda migrantlardan yig'ilgan askarlar soni esa 7 mingdan ortganini aytishgan va shu jumladan urushga migrantlarni yuborishini aytishgan. Urushga qatnashayotgan migrantlarning kelib chiqishi esa 1400 ta o'zbek, 900 ta tojik va 3200 ta qozog'istonlik va 450 ta Qirg'iziston migrantlari bor va bundan tashqari boshqa davlat migrantlari ham bor. Rossiya hech qachon do'st bo'lmaydi. Biz hujumlarimiz natijasida shuni ma'lumotlarni aniqladikki, Rossiya Ukrainani bosib olsa, ikkinchi nishoni Qozog'iston davlati bo'lishi mumkinligini qat'iy ta'kidlagan. Rossiyaning fikri va qat'iy qarori Sovet ittifoqini tiklash. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston emas, balki Rossiya bo'lishini xohlamoqda. Buni bilmagan oddiy xalq esa Rossiyani chin dildan qo'llamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zini, davlatini va fuqarolarini himoya qilish uchun o'zini jonini bermoqda. Hattoki bu yo'ldan uni hech kim qaytara olmaydi. Ukraina albatta 45% yerlarni rus gazandalardan qaytarib olishga 100% amin. Agarda Turkiya va Ozarbayjon Ukrainaga yordam qo'lini cho'zsa, Rossiyaga qarshi hujum qiladi va bunga tilakdoshman. Bizning maqsadimiz Rossiya batomon tarix zarbalaridan yo'q bo'lib ketishi kerak. Chunki Rossiya har safar millat va din ajratadigan xalqdir. Ukrainada hech qachon millatchilik, dinda ajratish degan narsalar yo'q. Aslida rus gazandalarga yordam berish kerak emas. Ukrainaga yordam qo'lini cho'zib sizlar, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston birdek yordam berishlaring mumkin. Qanday qilib deysizlarmi? Masalan, Rossiya mahsulotlarini sotib olmasliklaring mumkin. Rossiyaliklarni odam sifatida ko'rmaslaring. Rus tilida gapirsa unga qattiq bosim ko'rsatish bilan yordam berishlaring mumkin. O'zbeklarni yaqinda itdek ko'rdi, Alabay it deb atadi. Lekin birorta o'zbek bir so'z chiqarmadi. Hattoki O'zbekistondagi muammolar uchun ham Rossiyaning deputatlari fikr bildirmoqda. Shu emasmi O'zbekistonni ham Rossiyani fikri bilan yashashi? Ko'zlaringni ochib atrofga yaxshilab qaranglar. Vladimir Putinni geroy qilib tashyapsizlar. Axir unda emas, u bosqinchi tinch aholiga hujumlar qildi. Tinch davlatni 100 yil orqaga qaytardi. Va bu nizo tufayli qanchadan qancha odamlar halok bo'ldi. Mayitlari qabr ko'rmasdan chirib ketishga ham ulgurdi. Sizlar bo'lsa Rossiyani geroy qilyapsizlar. Ukraina geroy, unutmanglar. Ukraina askarlari bosim bilan emas, balki o'zini xohishi bilan jangga boryapti. Vatani uchun, xalqi uchun, tinchligi uchun. Rossiyachi aldab qo'l qo'ydirib, pul berib, qo'rqitib, urushga yuboryapti. Mashinasiga ichiga nasha tashlab qo'yib 50 yil qamoq jazosi yoki urushga borasan deyapti. Bu geroylikmi? Unutmanglar, Rossiyadan do'st chiqmaydi. Do'st deb bilmanglar.